Assalomu alaykum, sizlar bilan Riza Showuz kanali. Kanalimizga xush kelibsiz. Xiaomi smartfonlari nega bu qadar arzon? Javoblaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Xiaomi haqida bilganimiz shuki, u hamyonbop va sifatli smartfonlar va boshqa qurilmalar ishlab chiqaradi. Bor yo'g'i shumi deyishingiz mumkin. Xitoycha Apple nega qurilmalarini raqiblaridan ancha arzon sotadi? Har qalay savob uchun bo'lmasa kerak. Bu savollarga Xiaomi kompaniyasining marketing bo'yicha direktori Donovan San javob beradi. Xiaomi faqatgina smartfon ishlab chiqarish yoki ularga xizmat ko'rsatish markazi orqasidan kun ko'radi deb o'ylash xato. Bizning faoliyatimiz 3 ta ustundan iborat: qurilma, dasturiy ta'minot va ekotizim ishlab chiqarish. Smartfonlarimiz narxlari smartfonlar tannarxini oshirish emas, balki qo'shimcha xarajatlarni kamaytirish evaziga arzonlashadi. Bizning raqiblarimizdan farqimiz ham shunda. Misol uchun, reklamaga katta pul ajratish, do'konlar ochish kabi ortiqcha sarf xarajatdan cheklanamiz. Smartfonlarimizning o'zi bizning bosh reklama qurolimizdir. Xiaomi smartfonlari esa onlayn xizmatlarimizni pullashish uchun tayyor platforma. Bu kompaniyaning doimiy daromad manbaiga aylanib bormoqda. Donovan Sanning qayd etishicha, Xiaomining firma xizmatlari Xitoyni chetlab jahon miqyosida keng tarqalmoqda. Buni o'zimiz ham yaqqol ko'rib turibmiz. Nafaqat Xitoyda, balki Qirg'iziston, Rossiya, O'zbekiston va boshqa davlatlarda Xiaomi smartfonlari keng tarqalgan. Xiaomi smartfonlari savdosi internet orqali ham muvaffaqiyatli biznesni yurgizish mumkinligini isbotlab bergan biznes modeldir. Bu paytda bizning raqiblar do'kon ochib, bozorni egallash uchun katta mablag' sarf qilish bilan ovora edi. Kompaniyaning yangi modellari, yangicha dizayn, sifatli korpus materiallari va yangicha protsessor, yangicha proshivka bilan diqqatni tortadi. Muhimi, bularning barchasining narxi avvalgi avlod smartfonlaridan u qadar ham katta farq qilmaydi. Xiaomi Mi Mix kompaniyaning dizayn masalasida nimalarga qodirligini ko'rsatib berdi. Bu Xiaomi smartfonlarining istiqboldagi ko'rinishidir. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, shuni ayta olamizki, haqiqatdan ham Xiaomi kompaniyasi ortiqcha savdo shoxobchalarini, reklamalarni va kam kerak bo'luvchi uskunalarni kamaytirish evaziga xaridorlarga arzon narxda smartfonlar taqdim qilmoqda. Yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bu videoroligimizda xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Kanalimizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang.